Qizlarning ichida katta bo'lgan bola. Yo chiqing. Bor, chiq. Voy. Oyim men ketganda ukalaringga qarab turinglar degandilar. Yu. Copia y taşı. Sovqatib ketdim, ochinglar. Copia, mas estamos. Mana shunga ekanda. Hozir boplayman. Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Oyi, mana siz ketganda qizlaringiz. Xonzoda begim, kashtangiz tayyor bo'lmadimi? Sabr qilsangiz, albatta tayyor bo'ladi. Sarvinozxon, nima mutolaa qilyapsiz? Roman boshladim. Romaningizdan qissangiz yaxshi edi. Nima dedingiz? Qissa zo'rida menga yoquvdi. Ha, o'rtoq sanga mazada. 3 ta opang bor, kirlaringni yuvib berishadi. Sassiq naskini o'zing yuv. Ovqatingga qilib berishadi. Tez yeb, idishini yuvib qo'ygan. Hamma ishlarni o'zlari qilishadi. Hamma changlarni yalaysan. Boryapman oyijon. Kim ovozi? Meni opammi? Xullas sovchilar kelganda men o'z opamni umuman tanimay qoldim. Ha, Sardor bormi? O'ynagan keldik. yo'q, o'ynamaydi, kasal. Opang kim ekan? Senga emas, lo'llar kepti. Bunaqa holatlar ham tez-tez bo'lib turadi. Eng alam qiladigan san opalaring kiyimiga tegmaysan, lekin ular eng chang va kir ishlarda o'g'il bolacha, ya'ni seni kiyimlaringni kiyib olishadi. Bo'ldi, jonga tegdi. Qachon qarsa meni kiyimlarimni kiyib, men narsalarimni ishlatasizlar. Bo'ldi. Endi men ham sizlarning narsalaringizni ishlataman. Bemalol. Boshla. Ha?